Salardagi obyektimiz bitta juda ham chiroyli chiqdi. Eng asosiysi juda ham sifatli chiqdi. Boshidan oxirigacha videoga olib borganmiz. Qurilish protsessini kichkina videolarni qo'yib boraman. 2 uy 7 sotuv, 250 kvadrat metr, yaxlit podvol, shifti 3 metr. Birinchi, ikkinchi etajda sanuzeli bor. Orientir sельхозинstitutdan 1 kilometr kirganingizda Bo'zsuv keladi. Bo'zsuvdan o'chingiz bilan chap qo'ldagi Bo'zsuv ko'cha hisoblanadi. Ishlatilgan materiallar faqat Begavot armatura ishlatganmiz. Hamma joyga, hamma armatura mana shu yerga tushardi. Keyin termog'isht ishlatganmiz. Mana shu asosiy korpusiga, mana oldi tomondagi mashina zaryadka qilish uchun kabel qoldirib ketganmiz. Zazemlение ham bo'lgan. Ichini ko'ramiz. Bu Angelberg termo ichiga qo'yganmiz. Mana shuni o'zi 1,5 ming dollar atrofida turadi. Bitta xona, ikkita xona, sanuzel, hamma oynaga N7 ming qo'yganmiz. Bu juda ham shoqi bo'ladigan joylarda qo'yiladi. Juda ham sifatli. Shoqini uncha-munchaga o'tkazmaydi. Orqa tomondagi hovlimiz kattagina mazza qilib o'tiradigan hovli. Mana bu tapchanlarni qo'yib, mangallarni pishirib, mana ko'rinishi. Ikkinchi etaj mana bitta prixorjik qilib qo'ysangiz bo'ladi. U yoqda balkon, bitta xona, ikkita, bu yoqda detskiy va bu yoqda sanuzel. Keyin plita ishlatganmiz, hamma joyga Fozilov betondan juda ham sifatli. Keyin tomga faqat sasni ishlatganmiz. Narxi juda ham zo'r, 185 ming dollarmiz. Telefon qilinglar.